Assalomu alaykum armiya. Yaxshimisizlar? Charchamasdan. Ovozni ko'rib chiqdik, sigirni ko'rib chiqdik. Endi navbat bo'zaychaga keldi. Men o'zimning fikrim bo'zaychadan foyda yo'q, lekin foyda yo'q desam odamlar ishonmaydi. Shuning uchun o'zimizda imkoniyat bor ekan, bitta bo'zayni olaylik va uni sut berib boqaylik. Qani necha pulga tushadi, ko'rib chiqamiz. Mana bo'zaychamiz 1 oylik bo'zaycha, pashti 1 oy bo'lmadi shekilli. Necha pul shu bo'zaycha? Xolis bo'lishi uchun bo'zaychani narxini o'zlaring belgilab ketinglar. Mana bo'yi pashti 1 metr keladi. Semental deb o'ylaylik bu bo'zaychani, chunki hamma bo'zaychalarni kallasi oq, bag'i sarg'upasi semental 25 millionga sotishadi-yu. Biz shunaqa molga aqlimiz yetmaydigan odammiz deb hisoblab, mana shu bo'zaychaga narx beringlar. Sizlar qaysi viloyatdansizlar? Sizlarning viloyatlaringizda necha pul mana shu bo'zaycha? O'rtacha narxda olamiz va bunga necha pul rasxod bo'lyapti, nima bo'lyapti, hammasini aytib ketamiz. Lekin bunga aniq 1 yildan oshiq vaqt ketadi. Demak, sizlar obuna bo'lib qo'yishlaring kerak. Buni ko'rib turish uchun endi yana bitta muhim narsa, bu bo'zaychaga qanaqa nom tanlaganimni topib kommentariyaga yozinglar. Agar kim birinchi bo'lib bo'zaychaga topgan nomimni, ya'ni shu laqabimni topib yozsa, kartasiga 100 ming so'm tashlab beramiz. Endi 100 ming so'm beryapsan, ana shunga shuncha to'palaymi deyishlari mumkin. Lekin men vlogimizda pul rol o'ynamasligini va hamma o'zi qiziqqani uchun yoki foydali bo'lgani uchun a'zo bo'lishini xohladim. Lekin mobilograf ukamiz miyalar vordilar, bir narsa bering obunachilarga deb, o'shanga 100 ming so'mdan boshlaylik. Topolmas hech desalaring, xohlagan narsani yozib keting. Agar hech kim men bunga qo'ygan nomimni topolmasa, shunda randomni aniqlab berib yuboramiz. Endi 100 ming so'mga aldamasak kerak akalar. Hammaga rahmat, charchamanglar. Obuna bo'lib, do'stlarga jo'natib qo'yinglar.